Salam, bütün dünyadaki Uyghur tili bildiğin barlık kırındaşlar. Bugünkü medyayımızda məsləhətləşdirilən, münazir qıldığan, fikir qilishdirilən en mühim nokta paxta meselesi. Yani bu Amerika ve Avrupa elleri nima için Uyg'urlar ishlab chiqargan, Uyg'urlarning qo'li tekkan bu paxta mahsuloti ustidan embargo yurdi degan masala. Buni mushu taratquladimi, medialadimi burun ko'rdik. Necha oy burun chiqadi. Buni ta hozirgacha yaxshi tushunmagan qarindoshlar bor ekan. Bu intayin muhim masala. Buni bugun tafsilroq tushuntirayli deb ekranını açtık. Endi bu narsani masalan paxtani mundaqla xalta qaçlab terdigo degandek mundaq o'ylaydiganlar bor. Meningcha yoshlar asosiyatdan bilmaydi buni. Yaşanganlar ancha-muncha qilib paxta biladi, buni dehqonlar biladi faqatda. Ma bu tashqi dunyoda yashayotganlar boyning bolalari ham kadrlarning bolalari, boshliqning bolalari bek ko'p. Şuna fakat düşenmeydi. Milletinin, vatanının qandaq vayron bo'lgan, qandaq ezilganligini tushundirish uchun biz mush paxtani qandaq terdi, qandaq yig'ib oladi, qandaq ezilyotdi Uyg'urlar degan ma'nosini qisqacha bir tushundirsak deb o'ylayman. Men bu kichik vaqtimda bir qatimda yordam berish uchun paxta terib boqqan tafsil uqmayman. Şuna bu paxta meselesini evvel muşu cin aş dixan balası boğan muşu Erki Roza Efendim'nin özündeki paxta degan işlerini bizge yığınca qilib tushundirib bersa deb Erkin Efendim'nin evvel sözü teklif qiladi. Merhamet. Assalomu alaykum butun dunyodagi barliq vatan sevgan qarindoshlar. Bu yerda yuqorida G'ani efendim bizniki bu paxta haqida o'ziniki tushunchisini so'rayotdi. Endi deganinglarda haqiqatan meniki tushuntirib o'tay. Men dadam o'qituvchi, men o'zim yezdim, Kuchaning yezidan kelgan. Apam dehqon, biz o'zimizni bir dehqonning oilasi deb o'ylaymiz. Bu yerda nima uchun bu ko'pchilik hayron qilishi mumkin. Bu endi talay degidek gaplar tursa, dunyoda undaq siyosatlar bo'layotsa, bundaq siyosatlar bo'layotsa, bular o'tirib bu paxta terishdan iborat bu masalani o'tirib chiqarib qolgandi deb qarindoshlarimiz hayron qilishi mumkin. Bu yerdan birisi G'ani efendim deb o'tdi, bu millatimizniki azob zulmini anglatish dedi. To'g'ri, bu azob zulmini anglatish. Yana birisi bu hozir shu Amerikadan bilishimizcha 2-3 oy avval shu Uyg'urlar ishlab chiqarayotgan paxtaga nisbatan embargo siyosati yurgizdi. Ham shunga munosabatlik yana ilgari xabaringlarda bo'lgandek 20 soqchi organi endi boshqa shirkatlar bor. Yaqinda yana 14 shu qotillarga nisbatan yana jazo yurgizib, ularning tashqi dunyodagi mol mulklarini to'nglatgan ishlar bor. Bu endi konkretni qilib aytsak, shu bizning vatanimiz Sharqi Turkiston va Uyg'uristondagi Uyg'urlarning hozirgi vaziyatiga tadricin markazlashayotdi. Endi yana birisi bu bizning bu yerga chiqib, masalan mening bu paxta haqida o'zimniki tushunchalarini, dehqonlarning qandaq zulmatning ichida ekanligini tushuntirish orqali tashqi dunyoga bu vaqtda bir guvohlik berish. Endi men qog'oz yuzidan masalan Amerikadagi do'stlarimiz shu qo'l emgaki munosabatlik masalan jadval to'ldirib ular guvohlik qog'ozini chiqqan chaqda men qilgan nurg'un ba'zi tashkilotlar men avatib bergan chaqda men bu vaqtda masalan shundaq paxta bo'lsin, asha bo'lsin, men bu qo'l emgaki men qatnashgan deb turib guvohlik bergan. Ammo medianing o'zida men bu to'g'riliq tafsili so'zlamgandim. Nima uchun bunu so'zlash zarur bo'lib qoldi desa, mening olgan xabarimda masalan Amerikami yoki Yevropami, Amerikadan shu yaqinqi zamonda masalan shu paxtadan iborat qo'l emgaki qatnashgan qarindoshlar bo'lsa, masalan Amerikaningki davlat ichidami va yoki jurnalistlarmi guvohlik beradigan masalalarda
qarindoshlarimizningki chiqmaganligini anıldık desek bo'ldi. Ham men bu vaqtida medialdan izlab turdim. Bu vaqtida bu haqda guvohlik bergan insonlarning ait ozligini va yoki yo'qligini ko'rdim. Bu yerda bu mediadagi asosiy so'zlaydigan maqsad millatimizning zulmidan boshqa yana dunyoga guvohlik berish. Chunki bu yerda bu qul amgigi haqida bu yerda dunyo o'tirib, masalan, hozir Yevropa hukumati bu vaqtda Amerikaning qarorlari qo'shilganligini ko'rsatyapti. 12-kuni yana Magnitskiy qonunni ma'qullaganligi 28 davlatniki. Bundaq yaxshi xabarlarni kelyapti. Maqsad shu dunyodagi qarindoshlar endi bu paxta terish masalasida millatimizningki qanchalik zulmda ekanligi hem dunyoga o'zimizningki bu haqda bir guvohligimizni berish uchun men bu mediaga chiqib bu haqda so'zlamoqchi bo'lyapman endi. Endi paxta emgagi masalasi kelsak, bu balkim bu ishdan shug'ullangan insonlarga ait yaxshi biladi. Men yuqorida deb o'tganimdek, meni opam dehqon, men yezdan dehqonning bolasi, dadam o'qituvchi bo'lgan bilan biz uyimizda 5-6 jon bo'lgandan keyin bu yerda dadamning bir kishilik maoshiga qarab o'tirmay bizning yamonjiq yerimiz bor. Shu sababdan biz bu yerda paxta, dehqonchilik ishlari bilan shug'ullandik. Endi gapning ishkirlab kirsak, nima uchun shu Amerika g'arb dunyosi Uyg'urlar ishlab chiqarayotgan paxtaga embargo yurgizdi deganga mencha ma'lum maydatgancha bizning berayotgan javobimizdan javob chiqdi deb o'ylayman. Endi men dedim, haqiqatan bu yerda bu guvohlik sufti bo'lgandan keyin aniq deb beray, men tashqi dunyoda yashayotganim 21 yil bo'ldi. Ammo shu 2017-yili oilam bilan 2017-yilning oxiri oilam bilan bu telefon aloqa hamma narsa etilganga qadar shu mening cho'ng akam o'qituvchi, dehqon, kichik inim dehqon, hatto opam dehqon, bularning shu paxta ishlari bilan dehqonchilik ishlarini bana to'xtamasdan so'zlab berdi. Shundoq bo'lgandan keyin men ulardan shu kamgacha anglab turdim, ammo 2 yilning ichida men bir g'oyasir o'zgarishning bo'lib ketganini bilmayman. Ammo shu men vatandan ayrilib ketgan 99-yildan tortib 2017-yilgacha oilam bilan aloqam bo'lib keldi. Bu jarayonlarda benim ailemdekilerge o'xshash, boshqa dehqonlarning o'xshash shu paxta ishlariga qo'l amgigi bilan shug'ullanganligini 360 kun men anglab turdim ularning so'zidan. Ham men bu paxta amgigi va qul hasha haqida Amnesty Internationalga guvohlik berdim ve Amerikadagi ba'zan yuqori deb o'tgan do'stlarimizga bu haqda men o'zimning guvohligini berib keldim. Endi o'chig'in deb kelsak, bu paxta ishi dunyodagi men aytgan vaqtimizda eng jafoliq emgak deb qarayman. Nima ish qiladigan vaqtida bechora dehqonlarimiz masalan 4-ay, 5-ay shu havo issiq vaqtning o'zida avval bug'doy terib boshqa ishlarni qilgan bo'lsa, uzoq qolmay o'tirib bu yerda paxta terishga kirishidi. Paxtani terish ham oson ish emas, qarindoshlar. Bu paxtaga o'tirib sulyo yupq bilan birga urug'ni tikkandan keyin bu uzoq qolmay o'tirib yana boshqa ishlar bo'ldi, tikib oldi deyli. Masalan, yani ratlab hamsini tikib oldi deyli. Bir odamniki 30-40 mo yeri bor, hatto 50-60 mo yeri bor. Andaq bo'lsa, mashinada biroqla o'tirib tikayotgan bilan ama bu uzoq qolmay uynishga boshlaydi. Sulyo yupq to'pida yerdan unib chiqqan hamon siz shu hamon nihoyat tezlikda her bir odatda bir 5 santimetr ariqqa o'tirib birdan urug' tikilgan bo'lsa, bu sulyo yupqning ichida tursa, ama sulyo bu yupq tagsa, bu o'tirib qurishga boshlaydi. Siz darhol uni o'tirib to'pini teshishingiz kerak. Ya'ni tashkava teshib bu maysini, yani 5 santimetre yetmeydiğen maysini sulyo yupqning to'piga chiqarib, hem bu tashkay vaqtning o'zida bu yerga o'tirib to'pib olishingizz kerak. Her bir maysiga shunday qilishingiz kerak. Andaq bo'lsa siz bir moyanikini qilib bo'ldim desangiz, ikkinchi moyaniki, uchinchi moyaniki, hatto 30 moyanikini siz o'ylab beqing. Agar uni shu sulyo yupqqa tekkan holatda tigib bo'g'ichi o'tirib, siz buni yerning ustiga chiqarmasangiz, sizning o maysingiz o'ladi. Demak, bundan ko'ringlar, sizlar bir tal paxtani, bir tal kevazni chiqarish uchun, bir tal maysini chiqarish uchun bir insonning har birisiga bir qator qo'li tegish kerak chiqarish uchun. Ham bu yerda bu tushunish bo'ldi deb o'ylayman. Undaq bo'lgan bo'lsa, dehqonlarning yana boshqa ishlar bilan shug'ullangan chog'da uzoq qolmay o'sgandan keyin bu cho'nak deymiz, bu yerga o'tirib o't unishga boshlaydi. O't ungandan keyin bu o'tlarni o'tishingiz kerak. Yana cho'ngroq o'tlar bo'lsa, masalan, qattiqroq o'tlar bo'lsa, sulyo yupqini yerib o'tadi. Yerib o'tgan chog'da bu yerga havo kirdi. Havo kirgandan keyin uni namlikni sho'raydi.
siz oturup yani şu otni tatip çıkarıp etip onun töpügini topuya alışınız gerek. Bu ta ki şu 7-8 aylargacha g'o'zak bo'g'ichi jarayonda, g'o'z chiqish jarayonida siz etizning ustida 360 kun har bir kevezning tüyini maşında otaş putaş bilan qarashlar o'tadi. Qanday qilgankan siz 7-8 aygacha siz bug'doy qo'noqlarini terdingiz, bug'doyingizni o'rib qilib bo'lgandan keyin shundan 8 aydan keyin bu yerda o'tirib paxta echilishga boshlaydi. Uningcha masalan dehqonlarning uniga her gün qanchalik amgigining ketganini siz o'ylab beqing. Her kuni degidek bu dehqonlar etizning ichida. Tek uningdan boshqa yana shu masalan Xitoychadagi dadi shodi deydi bu yerda kentlarning o'zida har bir laba bor, kanay bor. Sizga o'tirib turib kunda vaqirab turdi, oyog'i chiq, uni quydigan suv bor. Sizning yana boshqa o'taydigan qo'noq o'g'lingiz bor. Yana o'zingizningki oila ishlaringiz bor. O'zingizning boqadigan jonda charpaylarınız bor. Yeni shuning ichida bichar dehqonlar kam degan chog'da 15-16 soat ash kevezdan iborat bu narsaning ustida o'tadi kuni. Yeni boshqa ishdan boshqa. Ham bu yerda o'tirib shu mushinchilik 7-8 g'o'zak echilg'ich jarayonida bu yerda o paxtaga o'tirib, o kevezga o'tirib pishishdi. Kevez pishdi deymiz. Buni shu hamon o'tirib siz to'xtamasdan dorilishingiz kerak. O hukumatdan kelgan dori pul onu sizga tashlab etadi. Ash peshida o'g'itdan tortib tashlab etadi, sulyoviy puxtdan tortib tashlab etadi. Eng oxirida necha qator dorilaysiz, dori puldan tashlab etadi. Yana birisi kevezga siz qarab tursangiz buning harom shoxlari chiqib, shundan elqi g'o'zak bermaydigan harom shoxlari chiqadi. Buni chiroyli kesishingiz kerak. Yana 8-ay bo'lgan vaqtning o'zida kevez ustidagi aoksin deymiz. Biz ilm-fan aoksin deymiz. G'o'zakki manga vaqtning o'zida siz har bir kevezning ustidagi aoksinni, ya'ni eng tepedagi qismini o'tirib julib evatgan vaqtning o'zida kevez yuqori o'rlab mengi va may bu yerdan shox chiqarishga boshlaydi. Siz 8-oyda g'o'ziga deymiz, qancha echilganga qadar siz o'tirib turib o'ylab beqing. Bir tal maysini yerdan chiqarishdan tortib eng oxiri yana kevezning ustidagi aoksinni julib tashlashingiz kerak. Shunday bo'lgan vaqtingizda bu g'o'zakka mangadi. Hem bu xulos gap nima degan vaqtingizda bir insonning shu kevez qachon terilgandan tortib bo'g'ich qadar bo'lgan jarayon endi g'o'zak echilganga qadar bo'lgan jarayon. Anda bo'lgan bo'lsa bu yerda echilgandan keyinchi. Echilgandan keyin siz paxta terib baqqaydan bilsiz, men bilmayman uni. Masalan, paxta echilgan vaqtning o'zida bu g'o'zak deymiz, echilgandan keyin bu yerlarning hammasiniki, g'o'zisiniki bu yerda o'tirib bir 2 millimetrga yetmaydigan uçluq yeri bo'ladi buning. Bunda tugilib turib echilgandagi uçluq bo'ladi. Siz uni qancha tez terishingiz kerak. Chunki qancha tez terib, davlatniki masalan 9-oydan 10-oygacha paxta zavodida chiqarib bergan bahasi bor. O bahaga birinchi qatimdagi bahasi masalan 1 kilogram paxtaniki bahasi 15 so'm bo'lgan bo'lsa, siz shuniga ulgu tushishingiz uchun yana paxtani kechkunduz shu etizning ichida yatsiz. Siz tagan vaqtingizda har bir qator ostitasiniz. Cihnasin terip bulanmaysiz. Tiz tersiniz kolunuz vas g'o'zak urib turdi. Ma qo'l maya qanab ketdi, qon. Qo'l maya qanab ketdi bichar dehqonda. Eng oxirida qanab o'tirib turib cho'ng dehqonlarniki doim mening masalan opam, qog'alar buni har doim qilavergandiki ularning qo'li odatda qanab yo endi bu teri boshqa olmish ekan, mening har yil ashunda qildi. Odatda lag'mayadigan qo'shiq bir narsa tutsangiz bir shay ashunda Mesela ben mektepte okuyup o jarayonumuzda yardım verettim bu endi. Aşında işler. Bir yerdik işi xulos gap gelsek, endi siz mesela siz paxta terip eqin. Paxta terip uzun bir barazlık bo'lgan bo'lsa, siz bunuga mashina dumchiy o'tirib ta'misiniz bo'lmaydi. Ya tuzdirib teramaysiz uni, ya o'tirib turib teramaysiz. Shu aytgan soatdan tortib kaç soatgacha siz buni dumchib terishingiz kerak. Yana birisi o paxtani terivergandiki 10-20-30 kilogram bo'ldi, buni o'tirib so'rishingiz kerak. Ham bu deb kelsak, gap bak japajıq, shu japaycıq, eintan japaycıq bu tipik bir qul. Bir millatning bu qulluq holati bu shu yangi zamonimizda tasvir oldi insonning beshiga keladi bu. Shuning uchun men bu yerda Amerika, Yevropa hukumatlarininki dunyo paxta ishlab chiqarishning 20% tashkillaydigan mash Uyg'urlar ishlab chiqargan dunyo paxtasining 20%. Biz Uyg'urlar ishlab chiqargan paxta dunyo bo'yicha aytgancha 3-4 o'rinda turdik. O'ylab ko'ringlar. Xitoy degan bir davlat hisoblasak, demak Uyg'ur xalqi
Uyghur halkı. 1,5 milyard halkı kul buluştan başka yani bütün dünyadaki kendi yaşadığı 4,5 milyard insanga bu yerda kulluk bilen şugullandı degan gap. Endi bu baha to'g'riliq, o to'g'riliq bir narsa demayli. Baha to'g'riliq demayli. Chunki Xitoy hukumati Bintvan o bahani kontrol qildi. Şu bichara dehqonniki ma yildan a yilga o'tirib ishlagan, masalan, sulyo yo'q, dara, o'g'it, o'zining ish haqini hisoblamagan chaqning o'zidimi, bular hamma narsani tashlash orqali ashuni qaz qilib o'tadi dehqonni. Masalan, 9-ay, 10-ay, 11-aygacha bular o'tirib, masalan, birinchi terim paxtani terib oldi deydi. Birinchi terim paxtani terib, uni normal sotganki, ikkinchi terim paxtaniki bahasi o'xshamaydi. Bahasi to'varoq bo'ldi. Anda qo'ygankan xalq ham so'qchib ketkicha mana mushundaq bir jiddiy kurash kirdigan gap. Dehqonlar ba'zanlar o'tirib shu kechada o'tirib so'qiyat uxlaydi. Masalan, so'qiyat uxlaydi deyishimdagi sababim, masalan, ba'zi odamlarning yerlari uyning atrofida bo'lgan bo'lsa, ba'zilarining yerlari kam degan chaqda 10-20 kilometr yoki 30-40 kilometr yiroqlikda bir barazlikda bo'ldi. Shuning atigan uydan berib Aşı etizlik beri qıpaq jıq vaqt ketgandan keyin aşada yetishga majbur bo'ldi. Ko'plagan dehqonlar ashuni yetishga majbur bo'ldi. Aşı so'q yerning o'zida yetib, ashini terib, oxirida harusiq berib paxtalar akirgan vaqtning o'zida o paxtaning bahasi ya 10 so'm ya 15 so'm, ammo bir yillik uni ketgan masalan o'g'it hamma narsaning chiqimini hisoblab kelsangiz, chunki davlatdan o'tirib o'g'itni tortib hamma narsani majbur uyingizga tashlab o'tadi. Tashlab etgandan keyin paxtani sotdingizmi, sotganman bu yerda o'tiribmanda bankning odamlari turdi. Pulni o'tirib bankdan qarzingizni birinchi qadamda qarzni to'lab etgandan keyin siz to'mi darvozadan chiqa olasiz. Bo'lmasa paxta o'tining ichidan chiqa olmaysiz. Bu mundaq ish. Bu insonlarni mushundaq tabiiy holda o'tirib bir qulluq tuzumga kirib olg'ash bu. Uningdan boshqa texmen boshqa kim emadim. Bu paxtadan boshqa yana osha bor. Aşağı köpünçeleri erleri vardı 2-3 aydan tartib. Hem de muşunda gaplarni deb kelsak insonlarimiz deyishi mumkin nurg'un kalvalar insonlar Uyg'urlarimiz barken o'tirib ko'zini yumib bu millatni qarlaydigan. Voy mushunda zulm bo'lsa qarshilik yo'qmi deydi. Agar qarshilik qanday qarshilik shu Uyg'urlar chiqib masalan kent amaldorlar qanchalik odamlarni o'ltirib etdi. Masalan ba'zilarining 5'ini o'tirib o'g'oqda o'rib atganlari bor. O'ylari kirib bolalar cho'ng yez amaldorlarning hammasini o'ltirib atgan ishlar bor. Mening anglig'im faqatla kucha va kuchaning atrofidagi qo'shnilarlardan. Bunday ishlar talay ishlar. Faqat tashqi dunyoga chiqqan insonlarimizning hammasi mushundaq zulm ko'rgan insonning avlodlari bo'lmag'achqa. Tashqi dunyoga chiqqan insonlarimizningki avlodlari pasport va har turli tufaylidan mushunda zulm ko'rgan insonlar ya yezdan kelgan insonlar bo'lmag'achqa millatimizning ichidagi mushunda adolatsizlik ishlar matbuot yuziga chiqmadi. Ammo Allohga ming shukrlar bo'lsinki, duoyim bo'lsin. Amerika va G'arb dunyosining mushu Xitoy va Bintvan hokimiyatini bayqiladigan mushu siyosatga qarshi paxta importini cheklaganligidan men shundoq ko'p xush bo'ldim ham xursand bo'ldim. Endi yana tekrar deviray bu so'zimni azroq bu yerda ba'zi insonlar tushunmasligi mumkin. Voy bu dehqonlarimiz o'ltirib paxta bilan jannat qilsa, hamda paxta importini to'xtatgan bo'lsa, dehqonlarimiz oshqoldiga o'xshamamdi deb o'tirib deyishi mumkin. Buningmi xo'sh, men javobini beray. Chunki men siz yuqorida bayat o'tirib dedim. Xalq o'ziniki davlatdan kelgan sistemi bo'yicha sizning yeydigan ishingiz bormi yo'qmi? Davlatdan masalan bir kentga bir yilning o'ziga masalan 10 ming moyaga masalan 30 ming moya ya bo'lgan bo'lsa ma'lum bir kentda buni o'tirib davlatdan buyruq keladi, siz o'tirib 20 ming moyaga o'tirib paxta terishingiz kerak deydi. Sizning ishingiz bilan chotiqingiz yo'q. Anda bo'lsa bu yerda terilgan paxta o'tirib 1 yildan 10 yilga bu yil qazib olsa, anda bo'lsa dehqon qanday qildi? Hatto oshliqni bankidan qazilib o'tirib oshliqni o'tirib boshqalardan setib olishga majbur bo'ldi. Endi xo'sh, Amerika va Yevropa o'tirib inshaalloh o'sha Xitoyning o'sha kirdigan bu paxta mahsulotlari embargo qo'ygan ahvol ostida deylik. Anda bo'lsa paxta ishlab chiqarish ma'lum nisbati to'xtadi deylik. Dehqonlarimiz qanday qildi? Necha ming yildan birisi dehqonchilik qilgan bu millat 1990-yildan tartib, masalan 93-yildan tartib o'zining 20 moy yeri bo'lgan bo'lsa, o planni yaxshi biladi. 10 moyaga paxta terisam, 10 moyaga o'tirib qo'laq terisam, 10 moyaga o'tirib bug'doy terisam degan planni biladi.
Hiç bo'lmagan vaqtimizda ikki kishi moyaga o'tirib bir qo'g'in tavuzi terib, qag'ay yaga o'tirib, masalan, sakoktatlarni terish orqali bir yilga chiqishni, qanday chiqishni bu bizning millatimiz biladi. O sesiq kompartiya hokimiyati, o g'alchi kafir Xitoylar bu ishlarga o'tirib plan tushirpamizmi? Bizning dehqonlarimiz shunday qilib kelgan, qila oladi. Paxtaga selishtigan vaqtimizda bir xalq o'zining qo'lidagi boy, yagi qarta, ochliq terisa, boshqa ziri terisa, saykoktat terisa, qo'noq terisa, bu narsa tamponglashidi. Bozordan nurg'un narsani sotib olmaydi. Xitoy hokimiyatining tutgan strategiyasi paxta orqali o'zining yanchig'ini to'llash, binktuvan buni o'zining yanchig'ini to'liq to'llash orqali buni kirdigan bu kirim manbasi. Andaq bo'lgankan dehqonlarni tipik holda hokimiyatga bu qarz qilib olish. Mening bilishimcha shu 95-yildan tortib bo'lgan bo'lsa 2017-yilga qadar men anglagan vaqtimizda mening uyimdagilar hozir mushunda qarzning ichida ishlayapmiz dedi. Men kam degan chaqda Amnesty International bo'lsin, boshqa tashkilotningki mendan so'rgan va yoki o'tirib anglagan mushunda uchurni u xalq qarzning ichida. Xo'sh, anda bo'lgan bo'lsa, bu yerda ancha-muncha birisilar foydalanishi mumkin, to'g'ri. Uni foydalanigan odamlar bor. Kimlar? Paxta ayankashlari. Paxta zavodida urug' tuqqanlari borlar. Dehqonlarning qo'lidagi tagan paxtani shu paxta zavodining oldida turiblar, paxtani munchalik o'tkazib bermaydi. Paxta zavodida 1 kilo paxtani 15 so'm deydi. Men senga 15 so'mni qo'lingga berma, qog'ini o'tirib men o'tkazib beraman desa, xalq xo'sh bo'ldi. Nimishqa shu ichiga akirgandan keyin siz 100 kilogramlik, 50 kilogramlik bu tag'ada terilgan paxtani, paxtaniki deganda u davlatga eng cho'qqisiga chiqib berishingiz kerak. Şu kötürüp açıkıdığın küçtün mü bolsa qilishimiz kerak. Yani paxtani u yerga kirgandan keyin bu o'tirib yo'lkan deydi, paxtani qurmabdi deydi, siz o'tirib buni to'liq havoga selishingiz kerak. Hatto taroziga to'xtamaydigan darajada. Ash paxtaning uyida o'tirib, mushunchalik g'ozak o'tib, g'ozaqa yupurmoq qurib ketdi o vaqtida. Siz o'tirib bekaraq changallab olsangiz, o'tirib bu yupurmoqmi paxta bilan aralashib ketadi. Shuni og'izmaydi. Sizga oppoq ash oltin qo'shish oppoq holatda bo'lish kerak. Shunga bu xo'sh gapim borliq taqattiq chiqib qoldi. Bu yerda paxta ayankashlar foydalidi. Alalaydigini shu. Paxta zavodi bilan urug' tuqqanlari bo'lganlari anda bo'lgan bo'lsa, bir dehqonning qo'lidan 5 tonna paxtani olgan bo'lsa, u yerga kirib 6 tonna qilib yozdirib olsa, u foydalidi. Undaq insonlar foydalidi. Kim? Ya'ni shu kompartiya xalqchilari, kompartiyaning ishchilari, eshaklari, hayvonlari, cho'shqinlari foydalidi. Ammo bu yerdagi dehqonlar bir tiyinlik foyda olmaydi. Onundan yo'q o'ta bu foydani kim oladi? Binktuvan oladi. Bütün ishni planlagan Binktuvan ve Xitoy hokimiyat amaldorlari foydaladi. Millat nima bo'ladi? O yildan bu yilga bu paxta orqali bir qul holatda ishlaydi. Yanchiqqa bir tiyinlik narsa yo'q. Xullas gap paxta ishlab chiqarishni to'xtatib, masalan, eksportni, masalan, paxta import qilishni Amerika, Yevropa to'xtatgan vaqtida o'ylab qo'yinglar. 20% dünya paxtasının 20%'ini teşkil kıldığı bu gayet zor Xitayning iqtisodiga ajallik ziyon bo'ladi. Yana birisi milletimiz ancha bo'lsa deydigan bir holat shakllandi. Boy degandek sizlar o'ylab qo'yinglar, masalan, qo'noqniki unchalik jafoyi yo'q, bug'doyning unchalik jafoyi yo'q, saykoktatning unchalik jafoyi yo'q. Bug'doy degan bir qator tervasingiz o'tab tutmaysiz uni. Qo'noqni bir qator tervasingiz o'tirib ozroq cho'ng'igan vaqtingizda uchini o'tirib birda uzmaysiz. Bir ot bo'ladi, ot olgandan keyin uni haqiqatan ot bo'ladi cho'naklarda. Buni o'tirib o'rib apirib o'ziga mol chorvangizga bersangiz bo'ladi. Ammo kevazning uninga o'xshamaydi. Yana birisi bu yerda Xitoy hokimiyati qanday qildi desa, majbur shunday paxtani yerga shu paxta terg'izish orqali buni siz masalan shu paxtani 11-oylar atrofida hammani yig'ishtirib bo'lib, bu yerda shodi siqib qoldi deyli. Hatto bir ta o'zginimi bichara haq uzib oldi echilmaganlarni. Ba'zi yerda baron bo'lib ketgandan keyin to'liq echilmay g'o'zi qolgandan keyin shuni bir taldan yulib uyga kelib issiq yerda qo'yib buni echildirib, u mashdaqa savob uni boshqa narsaga ishlatadi. Shodi siqib qolgandan keyin shodisidan bir qo'lda chanishingiz kerak. Çanagandan keyin uni o'tirib yig'ishtirayotgandan keyin yerda yoqqan suyov yupib qoldi. Uni pokiz terib atmasınız? Yerda suyov yupib turavergandan keyin yerning sufitini buzib o'tadi. Yerning sufiti buzildi, yerning kuchi ojizlaydi. Bu yerda Xitoy hokimiyatining tupga tutayotgan strategiyasi Uyg'ur xalqini qo'lliqdan boshqa o'zining yashash mavjudiyati bo'lgan yerningmi, tuproqningmi bu yerda
kuch jihatdagi bu yerda miyi berish jihatdagi bu yerda rolini yo'qotishga ashaddiy nim bo'lyotidi, sababchi bo'lyotidi. Endi dunyodagi qarindoshlarimga deydigan yerim shuki, ishonmasanglar mendan so'rab boqinglar, men har kun men yoshamayman, men 50% men bir dehqonning bolasi, hatto undan ortiq desanglar bo'ldi. Bu deyotgan gaplarimning hammasi rost. Endi inson bunchalik jafoni ichida bo'lmas. Men bu yerda hoshani demadim, boshqa yerga bordiga hoshani demadim. Faqatla etizning ichida bo'layotgan dehqonlarning paxtadan iborat bu jafoliq ishi. Endi shunchalik jafo bo'lgan o'tirib bunda azroq foyda olsa, bichar foydalashdan boshqa o'tirib bu yildan o yilga sulyoyib bu hamma narsa uni to'laydigan hatto necha turlik bosh bor, suv puli, yer puli, o'diki. Maşında hava pulu degandek her türlü başını to'lab kelsangiz, qo'lingizga bir tiyin oshmaydi. Yana o'tirib kelar ishini ishlab chiqarish kirish uchun, bolalaringizga pul berish uchun, o'zingiz yetishmagan oshliq ozuqni sotib olish uchun yana bankaga borsiz. Bu xalqni aşı maqsadli holda bir qulluq yo'lga boshlagan yo'l. Dunyoning ko'zi borki, adolatli dunyo ekan bu, adolatli Amerika bu. Va bu adolatli Yevropa ekan bu texi. Men shuni xush bo'ldim. Eğer muşini çekligen bolsa sizlar o'ylab bakinglar, 1 kilogram paxtaning bahası vatanimizda o'ltirib $2 bo'lgan bo'lsa, ma Yevropada o'ltirib, ma Yevropaliklar, masalan bir cins shtanning eg'irligi qanchalik? 300 gramga yetmaydi. Bir cins shtanning eg'irligi puli qanchalik? $50 eng oz bo'lgan chaqda $50. Xitoy bundan qanchalik foydali? G'oyat zo'r foydalidir. Amerika Amerikaliklarga mushundaq o'tirib bu qul emgigini to'xtatmay, Uyg'urlar ishlayotgan bu paxtini to'xtatmaymansa, mana ajab bilan foyda bo'ladi. Ammo chunki ba'zi insonlarimiz deydi o'tirib, har qanday bir davlat o'zining avval manfaatini o'ylaydi. Bugun Amerika, Yevropa, Uyg'urlar kelgan chaqda manfaatidan kechyotidi. Buni bunday tushunish kerak. Millet süpütü ezilyotidi, qul bo'yotidi. Biz bunaga ergashmaymiz. Mushundaq mansak axloqimizda yo'qtimiz deyotidi. Xo'sh, yana bir qator dapiray, 1 kilogram paxta qancha dollar? Vatanda 7-8 so'm. Mashinadan ishlab chiqarilgan bir cins shtanninki puli qanchalik? Yevropa, Amerikadagilar yaxshi biladi. Anda bo'lsa bularga mazraq qimmatroq to'xtatishi mumkin. U yerda 20% ni to'xtaydigan dünya paxtasının 20% egalaydigan paxtaga nisbatan embargo yurgizsa, mallarniki azroq qimmat to'xtatishi mumkin. Albatta qimmat to'xtaydi. Ammo bular o'tirib bundan kechyotidi. Amin deyman, o'tirib buni ijro qilsin. Ash vatan millat, ash xalqimiz bir insondek yashasin. Burun men dehqonning bolasidan masalan 85 qadar ash xatlar degan qanday qiladi? Usulning hammasini terib etib, xalqiga yeg berib ishlab cho'nglar bilan cho'nglar, ayollar bilan ayollar o'tirib o'zining parag'ini qilishib, bir-biriga taboq suyib mundaq o'tadi. Hozir undaq ish yo'q. Hozir hamma insonlarni etizning ichiga tiqibdi. Bu ish mushundaq bir jafo mushaqqatli jarayon. Shuning uchun ko'pdan ko'p rahmat deyman. Amerika, Yevropa mushuni ijro qiladigan bo'lsa, millat ijro qilgan bo'lsa, chuqur qilib deb o'ylayman. Millatimizning ruhiy, psixikalik jihatlarda jiddilashishdan iborat bu insonni ruhiy jihatda, qulluq jihatda yo'qotadigan bir tuzumni xalqning kallasidan ep tashlagan bo'ldi. Siz o'ylab boqing, o yildan bu yil ishlasangiz 5 tanga pul qamg'ayaga sizning qo'lingiz ishtigiroq boramdi? Qo'lingiz ishtigiroq bo'lmaydi. Endi desam bu vaqtda gaplar bakchi, qarindoshlar, qog'ozlaringlar sizlarning qanday deydigan gaplaringlar bor. Men shuni qarta gap qilay. Rahmat. Efendim, tushundirdingiz. Bu nima uchun tafsili tushundirdi deganni boshda eskartib o'tgan qarindoshlar, bak uzun tushundirdi deb bir xil o'ylab qolmanglar. Buning paxtining boshqa narsalarga selishtirganda ne kadar jafoliq ekanligini tafsili tushuntirib berish uchun meni ko'proq so'zlagan narsa. Sabab shu. Boshqa sabab yo'q. Mushuni bilmaydiganlar yaxshi bilib olsin, jafoliqligini bilsinlar deb jiq so'zlayapti qarindoshlar. To'g'ri tushuninglar. Yarmamat efendim, rahmat. Ben şu haşani çalanlagançı bu haşani biz bilmegenlikken bize oluşup da haşa yok. Haşa diyen nime desek değerli de otellik elimiz vardı, külük etti, yani biz işleri karış, yer çapıla karıştı. Bu nime bu haşa? Haşa. 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 Haşa.
çalıp uçacağını numus demedi. Bekar kişiler kandak bu dünyada bekar kişiler engek ya turmadı mı? Ya. Ya Günay Baba kaybolma bankaya ya. Moşun bir erken efendimden bu düşüncesi kısıkça çölüp verseydi bir demem bağlı etki. Moşun kütüp ottagan. Rahmat endi qisqacha bu endi qo'l emgigi doirasiga endi tipik holatda ama kevaz boshqalarga masalan kichik bolalar, ayollar, boshqalari shug'ullangan bo'lsa, bu yerda bu sizlar degandek rahmat savolga osha deydigan bir narsa borchu. Bu oshaniki kelib chiqishi bu yerda Xitoy hukumatining mundaq, masalan hozir sizlar deyotgandek Şimaldaki 6'ya mesela Janubdaki 6'ya karşı Xitaylar Şimalda 6'ya payda qilgan. Bunu milletimiz yaxshi bilish kerak. Sen Uyg'urlar senin 6'yaring bo'lgan bo'lsa, biz Xitaylar bunun qarshi yana 6'ya payda qila olamiz deb Şimalda 6'ya payda qilgan. Bu bekor narsa emas. Shuning uchun Janubdaki 6'ya qarta bu yerda oshasilik hamma narsalarni ko'paytib, oshasilik narsalarni ko'paytib bu yer ishni oz hukumat korxonalari ishni masalan insonlar ish beradigan ishlarni oz qilib bu yerdagi zulm har narsalarni ko'paytirish orqali endi bu yerda Xitoy hukumati maqsadga yetadi. Ko'rdingmi biz yashayotgan yer, sen yashayotgan yerdan yaxshi degan vaqtimizda Uyg'urlar o'tirib tabiiyki integrasyon Xitoylarning bu siyosatining to'g'ri ekanligidan iborat bu siyosatga boshlaydi. Undaq bo'lgan bo'lsa, hasha degan narsa bu. Ayni vaqtida sizlar mesela şu 36 tedbir degan kitaplardan men o'qigan Xitoy hokimiyati Sadichin sepilini selish jarayonida 150 yil o'zining xalqini aşağı tiqqan. Yani aş jarayonning o'zida xalq shu Sadichin sepilining o'zida ishlaganki o'lganlarning hammasini ko'mib mangayvergan. Bu vaqtning o'zida shu Tansulasninki mezgiliga deyman, bu yerda bir vazir chiqib shunda degan. Siz muşu haşanınki bu milletinin keyinki avladınınki generasyonun bu geniga ta'sir orqali qurib tuganligiga bor bu siyosatning nimaligini bilamsiz degan vaqtingizda men bilmayman degan vaqtida hamma taraflarni so'zlab kelgan. So'zlab kelib buni to'xtatish kerak. Buni to'xtatib, muşu haşa siyosatini to'xtatib biz ayni vaqtdagi Hunlar va Uyg'urlar bilan qudilishish siyosati orqali İki taraf o'tirisidagi bu keskin jangni ozatishimiz kerak degan vaqtning o'zida shu vaqtda Tansulasning podshosimi, oxirgi podsho buni o'tirib qo'shilgan. Buni maqsad, bu yerdagi maqsad nima degan chaqda insonlarni bekor ishiltish orqali bu yerda o'zining mening bir qulim holatga kelish, qul. Sen mening nazarimda qul degan gap. Sen mening nazarimda qul. Anda bo'lgan bo'lsa, sizlar o'ylab taqanlar qul inson bilan erkin insonning tafakkur qilishi o'xshamdi. Turmushdagi gap qilishi o'xshamdi. Madaniyat saviyasining taraqqiy qilishi o'xshamdi. Tubdan o'xshamaydi. Bu Xitoy hokimiyatining mushu Uyg'urlarni qayerda Xitoy bo'lsa, shu yerda Uyg'urlar bo'lish. Qayerda Uyg'urlar bo'lsa, qayerda Xitoylar bo'lish degan. Bu bir-biriga aralashtirib o'tish uchun bu Uyg'urdagi madaniyat, ishlab chiqarish, bir yerga ko'chish jihatlarda ko'chmaydigan millat bu. Dehqonchilik bilan, qo'l hunarvanchiliklar bir joyda muqim turib yashagan bu millatni andaq bo'lgan bo'lsa, bu yana qasddan qislab bu yerga o'tirib siyosat jihatlarda andaq bo'lsa Uyg'urlar mushu bizning deganimizni kelmasang, shunda qul holatda yashaysan, andaq bo'lsa boshqa yerga ko'ch deyish uchun mushundaq o'tirib qislash kerak. Bu dehqonlarni o'tirib aşağı oturup mecbur işletiş gerek. Mening qo'lim bo'lganki mecbur berishing kerak deydi. Bunga misol, masalan, doim degidek bir aşağı siyosati bo'yicha masalan biz O'stan chepishga boratdik. Cho'ng keladigan O'stan bo'ladi. O'stanni bilasizlar-ku. Suv keladigan cho'ng ya'ni O'stan deymizda. Bu O'stan suv oqiyvergandan keyin latqalar kelib, bundoq asta-asta tinishga boshlaydi. Anda qo'ygankan bu yerda suv oz keldi, yana bir teshib ketadi. Shuning uchun birinchi erlarning qildigan ishi O'stan chepish kerak. O'stan degan vaqtingizda bu osti bilan yuqorisini esingiz kelgancha 30 metr keladi. Bir katman to'pini siz mayadin elib 2 metrlik ustiga birisiga etib bersangiz, ustiga etib o'tirib moda qiladi. Doim degidak shunda qildi. Undan keyin kichikroq eriqni shunda qiladi. Bu qildigan ish shu. Masalan, nurg'un shu vaqtning o'zida o'zining millatiga, vataniga ko'ydigan bir turkum yezi aktivlari chiqib, mushu pulni
yılda berip neçe ming adam bu yerda muşada yetip östan çapqanın onu da muşada mançılık pul kaçlaydı ekanmiz. Muşu pulni o'ltirib hammamiz shu yerga to'kaylik, beraylik davlatga. Davlat buni tosh yotqizmasin dedi. Tosh o'stan qilsin. Tosh o'stan qilsin. U vaqtimizda biz buni chapamiz degan vaqtda davlatdan bir turli gap qilmay bu yerda o'tirib, hatto yezi amaldorlarni o'ltirayotgan yoshlar chiqqan. O'g'oqlar urayotgan yoshlar chiqqan. Shundoq bo'lgan vaqtimizda yezi amaldorlari kelib shunday deganda, sen qul degan. Biz qul. Menishimiz kerak, buni qilmaymiz dedi. Mesela yezdin şehirler kırdıgan nurgun yollar var. Aş yollarının yüzüge devlet aş yılda berip diqqatla aşağıda oturup aşı yolu tüzleydi uşakça kişini kıldı. Devletninki mesela yanlıdan işe yol asırı idareleri kanda kıldı. Maaşını edip durup yatıdı. Bu insanların aş tabii ki kullaştırış arkalı, aş sistem ekiliş arkalı, diginimle kılırsan deyiş arkalı bu milletini her zaman oturup sen kul, men kol ilgisi degan holat akilishni aş burundan tortib pilovlab turibman. Shundoq bo'lgandan keyin insonlar qanday qildi? Bu masalan men oliy maktabda o'qiyotgan vaqtda 94-yili G'uljiga borgan. Maqsad shu hasha ishini bilish uchun. Altshaning hammasiga shimoldagi Altshaning hammasiga bordim. Maytaq Guchingdan tortib hatto Turponga kirib, shu rahmatli Abduxoliq Uyg'urning qabrisiga men borgan. Berib aşağıda dua qilishdan boshqa dehqonlar bilan ko'rishib, hasha degan narsani bilamizlar desak, dehqonlar o'tirib biz hashani bilmaymiz degan. Shu vaqtidan tortib, endi men o'rganishga qarab maqan. Nima uchun? Bu Uyg'urlar zich o'tiraqlashgan yog'inimizda hasha bo'ladi. Anda bo'lsa shimolda nima uchun hasha bo'lmaydi degan narsaga men tadrijiy o'tirib shu vaqtda javob topgan. Maqsad hukumat ash rayonda insonlarni ashunda qattiq qistash orqali bu rayondagi insonlarning haliqi to'plashib o'tiraqlaqqa xalqni boshqa ko'chirishga majbur qildigan gap. Shimolga, ichki o'lkalarga, chunki jon boqamagan ekansiz, siz boshqa bir yo'lni izlaysizda. Shu orqali ashunda qilganda, hamda hozir buni o'tirib yana bu xalq zodi qattiq ko'chmagandan keyin hamda Xitoy hukumati qanday qildi? Lager ochdi. Endi aşı zamonaviy usul bo'yicha o'tirib lager ochdi. Shu, xo'sh, rahmat. Endi meniki mana shu paxtiningki nimasi olgan va mana shu hashaniki nimasi olgan qisqacha meniki gap qo'yay. Boshadagi ko'rib o'tgan mayli qatnashib mush ko'rib o'tganlar bo'lsin, mayli mush uchimizdan boshqa nurg'un odamlar ko'radi, turishaydi. Mana shu hashada, mush fuqda Ovoz tuvan bo'lib qoldi. Ovoz kelmayotamda? Yo'q, kelyapti tuvan. Endi-chu? Ha. Tuvan? Bo'ldi. Endi-chu? Ha. Bo'ldimi? Mushu paxtiniki qulluqqa mengayotganligini tushundim. Hashaning faqat qulluqqa nim qilayotganini tushundim. Endi meshadan chiqqan insonlar tashqi dunyoga ideyani o'zing mustaqil qilmay, o'zing ideal mustaqil bo'lmay, insonlarni yana qulluq davriga boshlab o'tdi degan bir tushunch keldi menda. Bu hozir tashqi dunyodagi siyosatlar. Buni mushlarni so'zlimidi. Eşaktan çıkanlar. Erkin efendimden degan gapini men yaxshi tushundimki, so'ngishqa g'ing qilmay o'tirib olganimning sababi bu. Bu yerda Xitoyga ishlagan kadrlarning bolasi urug' tuqqani demak. Ziyolilar chiqqan. Ma jafoda tutgan dehqonlar qayoqqa chiqqan? Turkiyaga, Osiyoga chiqib ketgan. To'g'ri. Endi bu Alışada başladık-ku. Hozirgi 6 hukumat bor, shu Alışaning 6 hukumati bor. Vatan millatning chattig'i yo'q. Zimin deydi. Partiyaga bizniki elakka hashalik qiladi, bizning deb to'shyapti-ku. Millatning chattig'i yo'q. Endi bu millat bu millat Aşu Erkin efendim degan mush paxtini tutib, aşu tikkanlar qo'lidagi barmoqlar qonab ketgan darajadagi insonlar uyg'onmay, ma bo'lgan da'vo. Endi uni qarshi o elakka nimini imbar yurgizib qarshi chiqqanlarga
Mesela Xitay'nınki ming qilsa uning atom bombasi va usi va busi va ishim qilolmaysan deb mushundaq ideyani mustaqil qilmagan har o'ziniki ideyani mustaqil bo'lmagan insonlar bu tashqi dunyoda siyosatni WhatsApp'da bo'lsin mayli qanda nimalar nima qilgan bo'lsin ana lekin o biliqi endi bu yerda tilmayman ma bu nurg'un TV kanallar chiqib oldi hozir o'z oldiga bularni katta demaydi faqat ümmet İslam din yağlık uçu buçu mescid zulüm kıvadıdı medeniyetimiz yok kıvadıdı bunun nemi keregi var bunun nemi keregi var senin idealin müstakil bulmay milletini sen üzerine müstakil bulmay milletin müşküllerde buna yok dünyada özün zımnede özünki yerinde özün itizide işleyen özgüz kul buladı. Ağır kafir kul kılıvadı. Ma erkekler davatkanın ki nemisi aşağıda köşmegenlikin bunu bekar tutmay emgek siliş kul kılış. Ani aras taş yipes lan o taş sırılıp gidiyor. Vallahi tutmaydı. Aşı reisler. Aşı meğer jigit başladı. Muşuna kılayla dese ulan ülkeye hizmetken. Nemigen uykusu içip gitti manada. Ufla sen, ben diyor, hiç kim kömeğe ketti. Bunu muşlan söyleyecek bir adam yok. 90 neydi o? Silahınki idealınlar kalak ve buzuk. Niyetler buzuk. Senin atı bulanıdın tatıp muşunda koşametli ötken boğaşka ben Keyna'daki kuyruklarını unutup kaldım. Xitay Təşviqat İdarəsinin adamları aşında təşviq qılıdı. Uyğur qalaq, avı, mavı. Garanti Xitay Təşviqat İdarəsinin adamları. İlan 5. köte geçerde ilan karayıp tutulmaydı o da karaydı. Nemige? Etrafında neyim var neyim yok. Kuyruklarını ben siz tutup aldım kısılıp kaldım o. Böyle Allah. An insan şundak bulanma vardı. Bulanıki kılıvat kannesi kulluk devreye ekip var yana. Bana Türkiye bana bütün dünya ispat oldu. Bütün ispat oldu dünyaya. Hele ki Xitay'nınki atom bombası var, eskili var, sinan iman yok, bu iman yok, bir ekilenmeyimiz. İttifak. Allah rızalık için ittifak diyen gibi karşı çıkmadı. Vay bu, kemmeydi. Onu kılanmaydı, bunu kılanmaydı. Ay Türkiye'deki nime kıp koydum? Türkiye halkını. Uygur halkını. Ne? Başlayan yolu. Nime kıp koydu açlan? Neçi milyon dolarlı çıkan baybaçılı var. Neçi yüz milyona çıkan var. Koray Giant City şirketleri var. Sayat çıkanlı var. Mal satımı diyenler aşağı kaplanıpla kaldı. Nime moş kapkanı yüzünge moş kiyip varsan teleysen diyen nime ekiple koydu. Bana. Bulanı kırgını mı moşu? Ama özü çalıştırmaydı. Ona strateji mi yok? Millet, vatan millet diyen mi yok? İman mı yok? Din mi yok? Yeşim yok? Ya siyaseti yok. Eşekten çıkan insanlar. Birbirisi reis sayılırlar. Bana bugünkü gün bu şu. Bu kampı ne? Çünkü davagarıga karaydı. Bizgi müstakil hiç bulmagan çağda. Uygur'u müstakil, irqi kırgınca kaldı. Uygur'u müstakil diyen olsa Xitay ani emelde kaldırıp etti. Kampıgım solama etti. Haşan yok atmagan tanrıdı mı? Bugün neç yüz milyon insan hayat kalkan bulattı. Bu neç yüz milyon davadı bu adam dapkan bağla. 71 yılın yağı Ko'saqtikini unutib qolmanglar. Ashu haqqidalarni unutib qolmanglar. Shundalar nimalar qarshi so'zlaganlar yo'q deyotganlarni unutib qolmanglar. Bu Ko'saqtiki tirik o'tayotganda Ko'saqni o'tayotganlar necha yuz million bo'lib ketgan narsa. 200 million ishib ketdi hozir.
71 yılı tushayotgan kelayotgan valaq. Sen bir sevet tuxumni ittifoq bir rayonda hammasi sevet tuxum ekib bersin. O rayondagi 10 ming odam yashaganida 300 kichik bola ayollar 300 ayol deb qo'yaylik homildor bo'lsin. Aşık 100'ni palak kılıversin. Çekiversin şu 200 tuxum hayat kalsın. Onun 50'gi kesel olsun. O olsun, bu olsun. Onun yaşap dünya kirliğini baş götürülen kavga diye çağda 50 tal. Öyle 350'den 50 tal yaşaydık ya. Anladı ki bu altı şehirde ne degende atası kim bazı nüfusu varken, ballamın nüfusu varken, kağanın nüfusu yokken. Man milletten ki nüfuslarını mana nüfuslarını kelgen çağda bula raskepini kılmadı. Saplı hain çıkıvagan. Saplı başlıkınınki, köytemçininki hemimiz beşimizin çıkıvagan. Bunu insanlar tonuş gerek, biliş gerek. O senin namazın, sakınlığın, okuyun, bokuyun, cennet ekranmaydı. Allah men belgen tınık hesap almam diyen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yana da koyay. Ya Allah, ahir zamanki benim ümmetim muşuna deyiz. Muşuna dindim, muşuna bu kitabı diyen çağda. Ey Resul, ula hakikat yüzü kıtkız alaydı. Hak yol ulan, hakikat ulan. Çünkü bir insanı Allah subhanahu nurgun insanlar yaşavadıdır. Her kıl renglik, gül yokşaş, ismi, cismi yayılgan rızkı bilen yaşadığın makanı yapılan. Unutmayınlar, bu milletin ismini üzgertilganlar. Irkı kırgıcık Uygur'un irkı ağır devletay, Uygur'un irkı kırgıcıgını apır başka millet kimin temir, işin buzgan Uygur düşmanlıklarını tügütenler. Taş kutuya, Polat'tan olup oldu. Hem de silah yüzünlerini kökütüp olduğuna biz ayının yan bir yüzünü azak köş başlavatımız bizim Uygur milletimiz bunu düşengen döndü. Erkek Oğuz Efendimiz'in faktı bilen kandak zulüm, kandak capa bilen hem kandak günlük jıl kandak halk aşağıdaki dehal biçer dehallar kaz okuyup bunu kaz okuyup bakın. Özden döldü de özden tuprağı da hem özden kedi Ande bu şu aşağıdaki kendimine çanala beni gipin ahire bir şey de akıllasın belki bu nime uzak yapılsın. Meni to'g'ri rahmat. Meni deydigan gapim nima desa birinchilar deb qo'yam, siz ekranda ko'rdim, kichik bolani paxt terayotgan yerini ekranga yaxshi qo'yib qo'ysiz, g'ani afandim, nayt yaxshi bo'lgan bu to'g'riliq. Masalan, men Facebook'im qo'ygan vaqtimizda dunyoda bek ko'p insonlar so'zdi. Mushundaq ish mavjudmi? Bu o'tirib chuqur bir resimga tortish uchun, bundaq qilish uchun yoki zulmni ko'tish uchun chiqargan degan chaqda men talay insonlarga chiqib masalan ayrim hollarda javob berdim. Xuddi boy degandek dehqonlar masalan 30-40 yerde jiq yerde paxtasi bo'lgan bo'lsa, shu haq bir oyning ichida qancha tez terib akirib bo'lsa, shu vaqtimizda pul jiq bo'ladi, ham undan keyin sovuq tushib ketadi. Shuning uchun bu yerda shu o'zi tergan paxtini yig'ish uchun bu yerda g'oyat zo'r bir emgak kuchiga ehtiyojli bo'ladi. Undaq bo'lgandan keyin uyda medriya oladigan odam bo'lsa, shu yerga chiqadi. Hatto quchoqda ballar bo'lgan bo'lsa-mu, ballarini dumbisiga tengib olib, ashanimizda ashunda qildi bu rost. Hech bo'lmagan chaqda ash bola uyda o'tirsa, buni beqish kerak. Ota-onasining qishida o'tirib 5 kilogram paxta tasima, 5 kilogram bir kunda o'tirib 10 kilogram paxta tasima, boshqalarga tekizgan pulni tejaydi deb o'ylaydi. Bu yerda bu rost deb turib shunday tushundirdi menda. Bu vaqtdagi shunday gaplar musha turib tursin, hamda meniki butun dunyodagi vatan suygan erkiy qirg'inchilikning nima ekanligini biz bu yerda qo'limizdan kelishicha oddiy inson bo'lsak tushuntirishga tirishdik. Endi shundoq Amerika, Yevropa tarafidan Xitoyniki bu paxta uzildimi? Yo'q. Yaxshi qo'ldi. Xitoyning paxta cheklash bu Amerikaniki bu embargo siyosati chiqqan vaqtimizda vatandoshlarimga deydiganim bu bir guvohlik.
Amerika, Yevropa buni to'g'ri qilyapti, xuddi menga o'xshash. Bu ekranlar bizning ekranlarimiz nayt cho'ng, ekranlarning hammasi kechgacha bu paxt terishni, millatning zulmini bilmaydigan insonlarni chiqarib, bu yerda xalqning vaqtini olmay, hech bo'lmagan vaqtingizda menga o'xshash bir dehqonni ekranga chiqaringlar. Turkiyada mushunga munosabatlik zulm uchirgan insonning avlodlari bor. Ashundaq avlodlarni ekranga chiqaringlar. Keşke bir yerde oturup sözleydiğin siyasetler emas, Amerika, Avrupa'da bizning siyosatimizni mukammal chiqaryapti. Bunaga guvohlik bilish uchun menga o'xshash dehqonni, boshqalarga o'xshash dehqonni Turkiyadan bo'lsin, u yerdan tepinglar, tepib o'tirib, masalan, paxta cheklash siyosati chiqqan bo'lsa, embargo siyosati chiqqan bo'lsa, masalan, nima uchun bu paxtani cheklaydi? Sen o'tirib buni so'zlab berdigan vaqtingizda bu yer millatning ichidagi bir zulmni anglatadi. Bu yer zulmni anglatadi. Bu zulmga guvohlik. Amerika, Avrupa'nın qilayotgan siyosatining to'g'ri ekanligiga biz guvohlik beramiz bu yerda. Bu orqali endi millatimizning ichida haqiqatan millatimizning ichidagi ba'zi zulmni bir-birini tunalaymiz, bilalaymiz. Shu orqali bir millat, biz bir millat bir-birimizga o'tirib, bu yerda o'tirib bir ish chog'irtish shakllandi. Xalqimiz mundaq zulm bor ekan deydi. Siz bayatın bir yuqori deb o'tdinglar, tashqi dunyoga chiqqan insonlarimizning ko'pinchilari haqiqatan amaldorlarning ballari, cho'ng tijoratchining ballari, o'qishga chiqqan falan to'kunlar bo'lgandan keyin mushundaq mavjud zulmlarni anglitishda qiynal ekan. Unda qo'shib men ularni bu odamlar chiqyapti deb o'tirib qaqshmoqchi emasman. Media oldinglarda bor. Mana mushundaq siyosat chiqqan vaqtimizda shundaq dehqonning ballarini ekranga chiqaringlar qarindoshlarim. Dehqon bo'lsa o'zining ko'rgan zulmini so'zlasin shu ekranlarda. Bu yerda bizning ataldan galastik taqib olgan büyük amaldorlarimiz, shaxslarimizning ish izlarini tanishtirib va yoki o'tiradigan siyosatchilar emas, dehqonlarmi chiqsin, dehqonlarni o'tirib ekranga tashabbus qilinglar. Bu xolos gap Amerika, Yevropaning epirayotgan siyosatining to'g'ri ekanligini ko'rsatadi. Ikki millatimizda bir-birini tushunmagan, zulmni tushunmagan insonlarga bir-biriga tushunishni hozirlab qo'ydi. Inson bir-biri shu orqali mehr-shafqat, madaq bir kuyinish, hesdoshlik degan narsalar shakllandi. Bu bizden aqalli bir Uyg'ur hem bir Müslüman bo'lish sifatimiz bilan bir insonning qayeri og'riyotidu. Buni bilish uchun bu bizning aqalli vazifamiz. Bilishimiz kerak. Ama jiq gap qilib soldim. Boshqa gaplar bo'lsa xo'sh qani yapardim. Rahmat. Meningcha bu tushuntirishlarni anglasa kim bo'lsa tafsili tushunib bo'la oladi deb o'ylayman. Endi vaqt munosabatidan mening qo'shimcha koyduğum bu dünya boyunca en çok paxta meydanları vatanda Uyghur ilidi var. Endi bu yerde su az tursa, su yetişmese qanda qiladi deganni haqlar o'ylaydi de. Amaliyotda vatanda su qis emas qarindoshlar. Men shu kasbning egisi. Ben uzun yıl muşnunla şug'ullangan, 30 yıl olib ketdi. Men mayaga xaritini chiqarib qo'ydim. Ma ekran kichik bo'lgandan keyin yaxshi ko'rinmaydi. O'zinglar ma Google'dan izlab ko'rsanglar bo'ldi. Jungo kommunistik hukumati o'zi e'lon qilgan mushu diviziyaniki bosh shtabi e'lon qilgan ma oshkorligini. Vatanda 16si var. Aşı biz davatkan diviziyalar, muş paxta meydanlarını haqsız içib algan diviziyalar, muşu 16 baş ştabning işçidikiler o. Məsələn, baş ştab Aqsu vilayetida bir bar. O birinci korpus, birincisi. Şinjan Uyghur Abnum rayonunu başqurishga kirgan Xitoyniki Jungo Kommunistik hökumətinin dehqoncha yasandırılgan casus qiyafəti kirgan askeri atılışda işləb chiqarish diviziyası deydi o, yalğan. Həmmisi hərbi muntizim qoşun bular. Aşlanның birinci korpusi muş Aqsuda, dəstləbdə Aqsuda başlagan bunu. Birinci korpus, bu İngilizçilim korpus, Rusçilim korpus. Biz Uyğurçilim korpus deb alaylı, Xitayçısı o'qituvchida keldigan lavshidi shu. Endi mushu bir korpusning ichida diviziya qancha bor desak, mushu Aqsunnikini olyapmiz hozir, 16 diviziya mishadi bor. Bizga o'qitirmaydi odatda. Endi yana bir qiziq yeri Korlida bosh shtabi birla bor. Bu
nima diviziyaning tayini yo'q bularning o'zining e'lon qilganda. Bu eng kulgiligida muntizim qo'shinning eng ko'pi mishada diviziya atalg'usida doim mishada manevr o'tkazdi bular. Bu paxta mush ko'rladimi intayin ko'p. Buni faqat oshkorlamaydi. Aqsuda eng ko'p deydi. Ondan keyin Shixanza, Kuytung, Manas atroflaridagi diviziyaniki Vujachi degan yerlari bor, ashalarda paxtam bor. Eng cho'ngi Aqsuda deydi, amaliyoti ko'rildimi ko'p. Endi yana bir xaritani chiqaray. Vaqtinglar biz izlab ko'rsanglar, mushuning ichida mana qizil bayroqning parchasiga o'xshash parcha-parcha turganlar diviziyaning o'rni bu. Mushunda qarsak ash qizil turgan o'rinlar hammasi suning bosh manbasi, daryolarning bosh manbasi turdi. Bu yerda suning so'rig'i yo'q. Su nereden boshlab so'rildi desa, bu ozlab o'ttir iqimiga ya oxiri kelganda Uyg'urlar yoki boshqa millatlar ishiltirgan suv boya kelgandan boshlab muncha ko'p suv keldi deb bu yerda sonini ashadan boshlab oladi. 5 yil oldiga ya yo'q. Men suv tekshirishga berib baqqan 20 yil tekshirgan biz. Ürümçi, Turpan, Qumul, Ko'rla, mushuni hammasini aylanib chiqqan 6 oy aylandik. Haqlim hayron qolgani men umrimni ko'rib boqmagan bir qurilish nima desa diviziyalarniki yo'l yoqasida ichib olgan kichik eriqlari bor ekan, ichimlik suv deb. Bu eriqniki ostida yana bir eriq bor ekan. Bu 2 metrlik mındaq ko'da, torba qilgan. Buni haq ko'maydi ekan. Eriqning ostida eriq bor. Bu oyatdan bevosita suv oladi anandan. Sirtkilar ko'msin deb qilib qo'ygan narsa. Mishada bu saylar singib ketdi deb oxirida kelganni Uyg'urga sotadi ya boshqa millatga sotadi. Ma boshdagilar xohlagancha ishiltidi. Ishiltib bulanmaganni sayga qo'yib yetadi. Vatanda suv ko'p, yerdimi suv ko'p qarindoshlar. Aşı qumluqning maydoni o'zi Yaponning yer maydoniga teng keladi. Agar aşı sularni o'zimiz normal ishlatsak, aşı qumluqlarni ko'kirib ketadi. Yeşillik pürkünüp gidiyor. Su bek köp. Sunun köplüğünde biz aş tağının üstüge çıkkan toq. Muşu boğda teği bilen Qumul'nın arasında 2 gün menip bakkan toq. Aşağıda bir deryanı köydük. Hayran kaldık. Bu kilip taşqa urildigan taqqa urilib keyni qaytadigan. Qaytqani bir qismi aş tağlarning arasına kirib ketsa, bir qismi qumultirab ketadigan. Tağının arasından singib İşip qalğan qismi daryo bo'lib Turpan tarafga daryo bo'lib oqar ekan. Mushu tog'ni chiqivasi bo'lmamdi deb bir deganda hammasi, "Ey, buni chiqivassang boshqarammaysa bo'lsin" deydi. Bu g'oyat zo'r kuchlar urilib kelayotgan suvning ko'pligidan ashundaq toshga urildi bu. Igiz chacharab ketadi kinolardagi suvdek. Ashundaq jiq suvni su teşkil bağı adamlarla barda qağı adamlar bağızmaydı, ötküzmeydi tıxı. Aşı yerlerde epyun teriydiğin meydanları var gen. Bizi kırgızmıydı içige epyun teriydiğin meydan muşuşa kumul trapki bassak tağının içi daştaktı. En bir demekçi olan gap nemelse bu munbet tuprak, munbet su. Şundak köp. Bu ne? Baştınla buna ama canlı sıkkandaki Ayedillah diviziyanın tutup aldığın gibi basını. Şunda qıp Lopnur köyü qurup ketdi. Aydın köyü qurup ketdi. Hazır Bağıraş gölleri muşlarla su bilen turdu. İli daryasını qasdan to'sib etdi asuni. Bu to'xtamaydigan sular. Bu sularni to'smasa bu daim uya biyerlerge tabiiy ko'l bo'lib shakllanib davomli ko'chma ko'llar tarixdan buyon banesler. Neçə min yıl ilgirdən tatıb biz anlap kelayotgan bu ko'llar bor g'oyat zo'r. Nimasi su ko'p, yer ko'p. Endi mushu diviziyaning hammasini evag'ali narsa. Bayam Erkin efendim yaxshi tushuntirib o'tdi. Buning jafoliqligida endi shundaq jafo tatsa bayam degandek bas tuvan. Nima uchun dehqonga majburlab tegizdi? Bu yerda parda qisida bir mandaq bir o'yin bor. Dehqonlar paxtın təməymen deb turvasa,
diviziyadagi paxtani xalqaroga bu diviziyada harbiy ishlab chiqadi deb chiqarmaydi buni. Harbiylar atidan kechkish etiziqda ishlamaydi. To'g'ri. Kim ta'di buni degan savol chiqadi. Kim yig'yotidi? Kim ishlayotidi? Ha, lagerdagi turmadagi Uyg'urni ishlatdik biz degilmaydi-da yerda. Buni yo'shirdi. Buning birdan bir sababi mushu. Lagerga bir amallar qilib noposi yo'q, kinishkisini yo'qitib qo'yibdi degan bahanalar bilan solabla qo'ydi, asha turib jil-jillab qul. Bu irqiy qirg'inchilikning shakli o'zgargan irqiy qirg'inchilikning bir turi bu. Suni qisdi paxta tegizish uchun har xil bahana sabablar bilan dehqonlarga suni bermaydi, paxtani tegizdi. Ba'zilarini tutib akitib, turmaga solab, lagerga solab, lagerdan chiqib oyada haqsiz ishiltidi. Pul bersa sopun puli berdi deganni oldim lagerda. Sopun puli deb bir oyda necha so'm beramish. Endi bishada lagerga solidi, suni bermay majbur paxta tegizdi deganlarning hammasi iqtisodiy ziyon, oilani vayron qilish. Demak, bu haqiqiy irqiy qirg'inchilik. Biz paxtani terishdan iborat bu zulmni xalqaro anglatsak, buning pardaqisida irqiy qirg'inchilik degan narsa tabiiy chiqadi qarindoshlar. Biz nurg'un narsani yig'inchoqlab tushuntirish uchun tafsili so'zlayapmiz. Anglamoq sizlarga o nimdoq uzoq so'zlaydi degandek bir xil sezim bo'lib qoldi qachon. Biz bir narsani ichib berayli. Ma dehqonchilikni uqmaydiganlar, faqat tushunmaydiganlarga yaxshi tushuntirib berayli, bir narsani uqsin deyapmiz. Biz hasham qilib bir qatim tushuntirib qo'ysak, bundan keyin tushuntirishning hojati yo'q-ku. Nurg'un kishilar bilib qoladi mush bana sababda. Masalan, diviziyaniki suni egallab olgan narsani nurg'un odam uqmaydi. Og'izda bir qismini ishiltib qolganini qo'yib etdi deb o'yladi, undaq emas. Ishiltib olganini soyga qo'yib etdi. Koni daryoga emas, soyga. Shuning bilan koni daryolar qurg'an bit quruq qiliverdi. Vaqt bek uzrab ketibdi. Biz 1 soatdan oshirmayli degan. Qarindoshlar 1 soat 1 minut bo'lib ketibdi. Intan yaxshi tushuntirishlar bo'ldi. Endi vaqt munosabati bilan to'liqlaydigan narsalar kelar qadimgi media qo'yib qo'ysak, yana necha kundan keyin ratlab yana chiqamiz. Qarindoshlarimga oxir yana deydiganim, mayli zulm bo'lsin, irqiy qirg'inchilik bo'lsin, qo'limizdan kelgancha guvohliklarga chiqayli. Ma Turkiyada qarindoshlar chiqibdi-ku. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tashkillasi bo'ladi bu zulm anglitishni. Endi shaxslar o'z tashkillanib chiqyapti. Bu yaxshi ish. Biz tashviq qilib beramiz qarindoshlar. Bo'ldigan yana guvohlik beradigan qarindoshlar bo'lsa chiqsa, biz bu yerda qo'llab-quvvatlaymiz. Mening boshqa so'zim tugidi. Bu vaqt munosabati bilan to'liqlaydiganni endi bo'ldi qilsak deb o'ylayman. Bo'ldi. Ko'rishkicha Alloh mana qarindoshlar. Xo'sh, bir e'lon qilib, e'lon bo'lib qolsin. Shu dehqon qarindoshlar Bagirak. sizlarga aloqa Ovozi yuqori. biz bilan amdiliki shu dehqonlar Turkiyadagi mushni bildiganlar ilki ekran oldida men guvohlik o'taman desa, so'zisi bo'ladi. Atansın qancha yillarga shu qulluq ishlayotganligi, erkin o'zi mushni yaxshi tushuntirib berdi. Qolgan qarindoshlarmi chiqsa bo'ladi. Har qatim biz marhamat deymiz. Bu yerda faqatlam erkin ro'z bo'ladi, ma bo'ladi, sevib qilmaydigan çok bildiganlar bo'lsa, mush irqiy qirg'inchilikni to'saylik qarindoshlar. Ma bu media chiqsa bo'lmaydi degichilar. Menda ma Turkiyadagi narsani bayon qo'ygandim. Turkiyada qarindoshlarniki chiqqanda, ashlar o'xshash maskani taqib so'zlamay o'zinglar rasmlarni evatinglar yoki so'zlablar ekranga chiqmay ovozinglarni WhatsApp evatib qo'ysanglar, biz video qilib o'ngishsak bo'ladi. Tashviq qilish usuli har xil. Agar qilaychi deydigan
ideya bo'lsa, har xil amallar bor qarindoshlar.